Assalomu alaykum. Bugun Huquqni muhofaza qilish akademiyasida ochiq eshiklar kuni tadbiri bo'lib o'tmoqda. Biz mehmonlarga 3 ta eng qiziqarli savollarimizni beramiz hamda ularning fikrini eshitamiz. Biz tergov tezkor guruhi bilan hodisa sodir bo'lgan joyga yetib keldik. Yo'q, biz Huquqni muhofaza qilish akademiyasining tergov poligonidamiz va bugun bu yerda ochiq eshiklar kuni tadbiri bo'lib o'tmoqda. Birinchi savolimiz, akademiya haqida ilk bor qachon eshitgansiz? Maktabga o'qib yurgan paytim, ya'ni abituriyent davrimda eshitganman, lekin topshirish haqida o'ylab ko'rmagandim. Nega? Chunki aynan akademiyaga emas, institutda o'qish niyatida tayyorlanganman, lekin hozir bu yerdagi sharoitlarni ko'rib, magistratura bosqichiga harakat qilish haqida o'ylayman. O'zim abituriyentlik paytim tayyorlangan paytimda o'zimni huquq fanidan dars beradigan ustozim maslahat bergandi. Topshirmaganmisiz? Topshirganman. Natijasi? Natijasi yaxshi bo'lmagan. Akademiya haqida men abituriyentlikka tayyorlovga qatnashayotgan vaqtim, ya'ni o'quv markazimga chiqqan paytim eshitganman. İlk bor 2024-yil, ya'ni maktab bitirgan paytim eshitganman. O'zim ham bu akademiyaga talabgor bo'lib imtihon topshirganman. Afsus, shu nasib qilmagani uchun hozirda Toshkent davlat transport universitetida o'qiyapmiz. Akademiya haqida abituriyentlik davrimizda 11-sinfda o'qib yurgan paytlarimizda o'sha kursga borib yurganmiz, kurs ustozlarimizdan eshitganmiz va qiziqqanmiz. Bunga topshirishga harakat qilganmiz, topshirganmiz ham, lekin taqdir ekan transport universitetida o'qiyapmiz hozir. Akademiya haqida 2023-yilda men bilan birga o'qiyotgan bir abituriyent talaba aytgan. Unda katta qiziqish bo'lgan, chunki bu yangi ochilgan akademiya bo'lib, prokuratura qoshida bo'lgani uchun va turli xil kvotalar, so'ngra akademiyani o'z ish bilan ta'minlagani uchun o'zimizning guruhdoshlariga so'zlab bergan. Shundan so'ng akademiya haqida Ikkinchi savolimiz, sizningcha akademiya boshqa oliy ta'lim muassasalaridan nimasi bilan ajralib turadi? Ajralib turadigan joyi bu akademiyada 3 yil ta'lim bo'ladi, ya'ni hamma grant asosida o'qishga qabul qilinadi va bu yerda prokurorlar, ya'ni o'z ishini mutaxassislari dars beradi. Amaliyot bilan chambarchas bog'liqlikda yoki bo'lmasa professional ustozlar. Nazariy va amaliy bilimlarni ikkalasini uyg'unlashtirib, bu yerda mashg'ulotlar olib borilishi, umuman amaliyot ko'proqligi. Huquqni muhofaza qilish akademiyasi boshqa universitet va akademiyalardan tubdan farq qiladi. Ya'ni bu yerda aynan prokuratura va tergov faoliyati chuqur o'rganilishi bilan tubdan farq qiladi. Organga ko'proq chuqurlashtirilgan soha hisoblanadi va boshqa universitetlarga qaraganda shu sohani mukammalroq o'rgatishga bo'ladi. eng katta jihati shundaki, akademiyada tergov faoliyati bo'yicha chuqurlashtiruv o'quv darslari bo'ladi hamda chetdan kelgan turli xil mutaxassislar orqali ushbu akademiyada ta'lim olish imkoniyatlari teng yaratilgan bo'ladi hamda prokuratura sohasidagi ish bilan ta'minlashi menimcha katta yutuqlardan biri bo'lsa kerak. Juda zo'r, mukammal dars beriladi. O'quvchilarga kichik detallargacha tushuntiriladi. Keyingisi bu birinchi o'rinda xodimlar keladi, ikkinchisi xodimlar, chunki haqiqiy mana professional ustozlar dars beradi. Uchinchi savolimizga o'tamiz. Akademiya deganda ko'z oldingizga keladigan 3 ta sifat. Akademiya deganda ko'z oldimga keladigan 3 ta sifat: chiroyli muhit, sifatli ta'lim va porloq kelajak. Qulay atmosfera, chiqishimli jamoa va ustozlar, yuksak bilimlarga ega bo'lgan ustozlar. Amaliyotchi ustozlar. Mukammalroq o'sha sohaga chuqurroq kirib boradi hamda ustozlari menimcha malakaviyroq hisoblanadi. Amaliyotchi o'qituvchilar. Tushunarli. Akademiyaga kelganda avvalo prokuror ko'z oldiga keladi, so'ngra esa turli xil talabalar birgalikda ishlashi hamda kazuslar, turli xil akademiyada bo'layotgan turli xil yurist sohasi bo'yicha kazuslar Huquqiy kazuslar deymiz. Huquqiy kazuslar. Birinchisi qattiq tartibli intizom, ikkinchisi boshqa oliy ta'lim muassasalaridan ilm berish, ya'ni bilim berish nuqtai nazaridan katta va kengroq qamrovga ega. Xorijiy mutaxassislar ham menimcha birinchi akademiyaga ko'proq jalb qilinadi. Tartib taomil keladi, kuchli tartib.